Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlar firmalaringdan ketsa nima qulayliklari bor? Narxlar o'zi qanchadan bo'lyapti? Qachonga reyslar bor degan obunachilarimiz, xudo xolasa bu videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Narxlarimiz tushgan, sizlarga zo'r yangiligimiz bor. Xudo xolasa atrofga qaraganda anchagina arzon narxda qo'yib beramiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa birinchilardan bo'lib sizlarga videolarimiz chiqib boradi. Agar sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'offor akaning to'liq ma'lumotlarini olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilarimizga boshidan aytib qo'ydim, narxlarimiz tushdi dedim. Tushdimi aka o'zi narxlarimiz? Narxlarimiz ancha tushdi. Xo'p, chislovlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 21-dan 25-gacha har kun reyslarimiz bor. Har kun reyslar. 21-iyul, 22, 23, 24, 25-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Bularning narxini $845 qilib beramiz. $845 shunaqa tushib ketdi. $845 qilib beramiz. Agar vizalaring bo'lsa $745 bo'ladi. Rosa boradigan paytga keldi endi. Bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sharoitlari o'zgarmagan holatda. O'sha holatda $950 sotayotgan bo'lsak, qanaqa sharoit bo'lsa, $845 degan xuddi shunaqa sharoit xudo xolasa. Shunchaki narx tushdi xolos, odamlar o'ylagan holda. Zo'r. Endi sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz o'sha Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada o'sha eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2 kilometr. 1 kilometrdan 2 kilometrgacha qaysi bir gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi. Bo'sh bo'lsa tushadi. Eshitaydi, avtobuslar qatnovi mavjud. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 3 mahal. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Zo'r gap. Xo'p, 50 bosh xizmat qanaqa deydiganlar uchun 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Iloji bo'lsa, vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Xo'p, qaytilayotganda keyin 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Yana bitta bonus tariqasida qo'shib berilar ekan. Qo'shib beriladi. Gap yo'q. Endi to'lovlaring qanaqa deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimizni xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, undan tashqari yo bizga uzoqlik qiladi to'lov qilgan ofislaring deydiganlar uchun shu nomerlarda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Aloqaga chiqinglar, onlayn joylarni bron qilsalar ham bo'ladi. O'zlariga qulay bo'lganidan amalga oshirsa bo'ladi. Tushuntirib beramiz. Ofisga borib to'lov qilsalar ham bo'ladi yoki onlayn ham to'lov qilsalar ham bo'ladi. Pastda nomerlar turibdi, Telegram, WhatsApp, hamma narsa bor aka. Hamma narsa bor. O'zlariga qulay bo'lgan aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Hikmat Travel aytib o'tganimizdek, o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Farg'onadan ham reyslar bormi aka? Farg'onadan ham bor. Farg'onadan 24-iyul kuni reysimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Buni ham narxi $845. Toshkent bilan Farg'ona bir xil. Bir xil narx. O'zlariga qulay bo'lgan joydan ketsa. Vodiydan ketadiganlar uchun zo'r esimizdan chiqib qolibdi. Va 24-iyul kuni reysimiz bor. Uni ham narxi $845. Hoziroq telefon qilib, xudo xolasa joylaring bron qilishlaring mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib videomiz chiqib boradi. Bu videoga bitta like bosib qo'ygan bo'lsalaring, Umra safariga bormoqchi bo'lganlarga videomizni yuborib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha